Ko'pchilik oliy maqsad haqida noto'g'ri tushunchaga ega. Sen ko'p ishlaysan, o'qiysan, o'z maqsading bo'yicha harakatlarda davom etasan. Lekin baribir mana shu yerda qalbingda bir bo'shliq bor. Nega? Balki sen o'z hayotingni yashamayotgandirsan, balki sen o'z rolingni ado etmayotgandirsan. Xuddi shu vaziyatda o'zing bilan yolg'iz qolib, bir suhbat qurganingda shunday savol berdingki, men nimaga keldim? Men nima uchun yashayapman? Xuddi shu savol kelganda senga qalbingdagi bo'shliqni to'ldirishga ilk qadamlar bo'ladi. Shu yerda sen o'zingga eng muhim bo'lgan oliy maqsad haqida birinchi qadaming bo'ladi. Tabriklayman do'stim. Bu yo'ldagi buyuk insonlar Salohiddin Ayyubiy, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Sohib Qur'on Amir Temur, ular o'z-o'zidan buyuk bo'lib qolganmi? Bu insonlarning maqsadi mol dunyo, shon shuhrat, dunyoda o'z nomini qoldirib ketish emas. Unda nima edi? Bu insonlarning buyukligining siri maqsadning buyuk bo'lganidadir. Xo'sh, endi nima qilishimiz kerak? Biz sizlarga shunday ma'lumotlar tayyorlab qo'ydikki, hali hech qayerda eshitmagansizlar. Agar bu ma'lumotni qabul qilishga tayyor bo'lsanglar, unda biz boshladik. Oliy maqsad shaxsiyatga yo'nalish beruvchi, hayotga ma'no, mazmun bag'ishlovchi eng kuchli omil. Demak, qachonki inson maqsadsiz bo'lganda, uning hayotdagi yo'nalishi o'z izidan chiqadi, ya'ni yo'qoladi. Maqsad yo'lidagi yiqilishlar bizni tarbiyalaydi. Keling, buni bitta misol bilan ko'rib chiqamiz. Marafonchi qachon mazza qiladi? Qachonki u finish chizig'ini kesib o'tgandan so'ng yengil tortadi, ya'ni mazza qiladi. Start chizig'idan finish chizig'igacha bo'lgan qiyinchiliklar, trenirovkalar, og'riqlar, yolg'iz qolishlar bu marafonchiga yoqmaydi. Nafaqat marafonchiga, balki butun insoniyatga yoqmaydi. Start chizig'i qachonki biz maqsadimizni ongli ravishda tushunishimiz, bu start chizig'i hisoblanadi. Finish chizig'i bo'lsa, bu bizni oliy maqsadimizga yetishimizdir. Uni orasidagi yo'l, yiqilishlar, qiyinchiliklar, og'riqlar bu bizni tarbiyalaydi. Oliy maqsad bu bizni uyg'otadigan, harakatga soladigan eng katta kuch. Oliy maqsad hech qachon bizni kutmaydi. U bizni o'ziga chaqiradi. Unga quloq solishimiz kerak va yo'limizdan davom etishimiz kerak. Keling, bugun men sizlarga oliy maqsad haqida aytilmagan haqiqatlarni aytib beraman. Ko'pchilik oliy maqsad bilan orzu tushunchasini adashtirib qo'yishadi. Orzu bu sizni xohish istaklaringizga asoslangan bo'ladi. Oliy maqsad esa qachonki siz boshqalarga foyda berganingizda o'zida ma'no kasb eta boshlaydi. Bir do'stim bor, uni hamma orzu qiladigan karyerasi bor, puli, mol dunyosi bor, mashinasi bor, chet o'lkalarga sayohat qilish uchun imkoniyati bor. Lekin do'stim bilan suhbatda uning qalbida bir bo'shliq borligi va bu bo'shliq to'lmayotganligini aytdi. Oradan bir yil vaqt o'tar o'tmaz, u ustozining maslahatiga ko'ra o'zi tug'ilib o'sgan shaharda sharoit yo'q bolalar uchun tekinga IT va til kurslarini ochib berdi. Do'stim bilan qayta suhbatimizda u qalbidagi bo'shliq asta-sekin to'lib borayotganligini aytdi. Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, insonning qalbidagi bo'shliqni mol dunyo, shon shuhrat, mansab to'ldirmaydi, balki boshqalarga yaxshilik qilish insonning qalbidagi bo'shliqni to'ldira boshlaydi. Bu qanday yaxshilik? Haqiqiy mo'min inson o'zi yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ravo ko'rganda qalbidagi bo'shliq to'ladi. Sizlar o'ylaysizlar, maqsad yoshga bog'liq. Yo'q, maqsad yoshga bog'liq emas. Sababi shundaki, KFC asoschisi 88 yoshda milliarder bo'ldi. Muhammad Fotih esa 21 yoshda Istanbulni zabt etdi. Oliy maqsadni topgan inson undan faqat zavq oladi. Yo'q, bu xato tushuncha. Oliy maqsad baxtli insonlarning yo'li emas. Aksincha, oliy maqsad bu o'ziga mas'uliyatni ola oladigan insonlarning yo'li. Chunki bu yo'lda insonni yolg'izlik, qiyinchilik va og'riqlar kutib turibdi. Oliy maqsad hech qachon bizga xizmat qilmaydi. Biz nabarot oliy maqsad uchun xizmat qilamiz. Har bir insonni oliy maqsadi bo'ladi. Lekin ko'pchilik xato qilib, uni tashqaridan qidira boshlaydi. Aslida oliy maqsad insonning ichida paydo bo'ladi. Payg'ambarimiz bir kishi daraxt ekayotganini ko'rdilar.
va qiyomat bo'lsa ham bu daraxtni ek dedilar. Chunki haqiqiy oliy maqsad buyuk ishlarda emas, balki ezgu odatlarda yashaydi. Bu ota-onaga yaxshilik bo'lsin, farzand tarbiyasi bo'lsin, ilm olish bo'lsin va boshqalarga yaxshilik bo'lsin. Ko'pchilik o'zini oliy maqsadini ilhomga bog'laydi, lekin oliy maqsad yo'lida ilhomdan ko'ra muhimroq bo'lgan narsa bor. Bu sabr va qat'iyat. Shuni misolda ko'radigan bo'lsak, Imom Buxoriy uni tanitgan kitobi Sahih al-Buxoriyni yozishga 16 yil vaqt sarflagan. Har kuni yozgan, takrorlagan, xatolar ustida ishlagan, chet o'lkalarga sayohat qilib, hadis yig'gan. Buning hammasiga sabr va qat'iyat kerak. Men hali yetarlicha tayyor emasman. Qachon tayyor bo'lsam, keyin harakatni boshlayman deyish. Bu xato. Chunki aynan harakat orqali biz o'zimizni, shaxsiyatimizni o'zgartiramiz. Misol uchun Umar ibn Xattob. Islomdan oldin u zo'ravon edi. Islomdan so'ng u adolat ramziga aylandi. Oliy maqsad bu mukammal insonlarning yo'li emas. Oliy maqsad bu yo'lda o'zini o'zgartirmoqchi bo'lgan insonlarning yo'li. Yig'gan ma'lumotlarimizga asoslanib, sizlarga bir kalt tayyorladik. Bu kalt hamma eshik ochadi. Bu kalt insonning oliy maqsadiga yetkazadi. Insonning oliy maqsadi bu Allohning roziligini topish. Bir hikoya bor. Bu hikoyani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ikki do'st bo'ladi. Birinchi do'sti shoh qizni yaxshi ko'rib qoladi. Shunda ikkinchi do'stidan maslahat so'raydi. "Ey do'stim," deydi. "Biz kimmiz u? Shoh kim?" deydi. "Men qanaqa unga oldiga bora olaman?" deydi. "Axir boy bo'lmasak, axir bir saroyimiz yoki yurtni boshqaradigan bu kimimiz bo'lmasa." deydi. Shunda ikkinchi do'st unga aytadi. "Ana shu yurtda," deydi, "bitta donishmand bor," deydi. "Yur shu donishmanddan bir so'rab ko'raylik," deydi. Ikki do'st donishmandni oldiga yo'l oladi. Donishmandni oldiga borgach, bo'lgan voqealarning barini so'zlab beradi. Shunda donishmand bu vaziyatdan o'tgan edi. Ularga shunday maslahat beradi. "Shu tepalikda bir g'or bor," deydi. "G'orga kirib 40 kecha kunduz Allohni zikr qil," deydi. Bu so'zlarni eshitgach bola bunga rozi bo'lib g'orga kirib ketadi. Va u yerda 40 kecha kunduz Allohni zikr qiladi. Bu g'ordan o'tgan ketgan odamlar esa ajablanadi. Har kecha kunduz Allohni zikr qilyapti ekan. Biz yurtimizga avlo kelib qoldimikan deydi. Bu shov-shuvlar vazirga yetib boradi. Vazir esa shohga borib aytadi: "Ey shohim, yurtimizga avlo kelib qolgan ekan. Bu avliyoning duosini olmasak bo'lmaydi," deydi. Shunda shoh o'ylab qoladi. Bu yurtga avliyo kerak. Uni qanaqa bo'lmasam olib qolishimiz kerak deydi. Va shoh yo'lga otlanadi. U yerga yetib borgach, avliyoga shunday taklif beradi: "Sizga mol davlatim yarmini bersam bo'ladimi?" deydi. Shunda u yigit: "Menga mol dunyosi qiziq emas," deydi. Shunda shoh o'ylanadi va aytadi: "Unda sizga mol davlatimdan ham aziz bo'lgan qizimni bersam-chi?" deydi. Shunda yigit o'ylanadi. "Shuncha kutgan vaqtim keldi-ku. Nega endi xursand bo'lmoqdim?" deydi. Va Allohga yuzlanadi. "Yo Robbim, axir shu kun uchun men shuncha zikr qildim-ku. Nega endi baxtiyor emasman?" deydi. "Agar sen roziliging uchun 40 kecha kunduz zikr qilganimda-chi, dunyoni oyog'im ostiga olib kelib qo'ygan bo'lar eding," deydi. Xulosa qilib shuni aytishim kerakki, Allohning roziligi siz qilayotgan katta yoki kichik ishlarga bog'liq emas. Muhimi bu ishlarimiz qalbdan chiqishi kerak. Sizlarga bir haqiqatni aytsam, bu video ssenariy bo'yicha olinmadi. Biz bermoqchi bo'lgan ma'lumotlar bu yerda ishlatilmadi. Inson zoti mukammal emas ekan. Shuning uchun mukammal bo'lgan zotga buni topshirdik. Va bu so'zlar faqat qalbdan chiqdi xolos. Xato kamchiligi bo'lsa uzr so'rayman. Baxtinglarga rozi bo'linglar.